Bo'ldi, bugun Telegramda chiroyli yozishni o'rganamiz. Salom deb yozamiz va tagidan ikkita chiziqcha qo'yamiz. U qiya shakliga keladi. Qiya shaklida yoziladi. Ikkita yulduzcha qo'yamiz. Salom. Yana ikkita yulduzcha. Tugmas qalin bo'ladi. Ayrimlari iPhone'larda ishlaydi, ayrimlari esa Android'larda ishlamaydi. Yana salom deb yozamiz. To'lqinli qilib iPhone X da yozyapman hozir. Yana salom deb yozamiz. Va mana bunaqa ko'rinishga keladi. Va uni mana bu yoqdan qilsak ham bo'ladi. Tagiga chizilgan holatni bosamiz va tagiga chizib jo'natamiz. Va tagiga chizilgan holda chiqadi. Keyin esa mana bu yerdan qilsak ham bo'ladi hammasini. Keyin havola qilib yaratsak ham bo'ladi.